Bulung'ur tumani hokimligida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi, viloyat hududiy filiali hamda Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi viloyat filiali mutasaddilari ishtirokida qisqa muddatli o'quv seminar tashkil etildi. Tuman hokimi Samandar Astonov, hokimlik apparati xodimlari, tumandagi tashkilot va korxonalar rahbarlari ishtirok etgan seminar davomida rahbar xodimlarning shaxsiy va kasbiy salohiyatini yanada oshirish, zamonaviy boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish, ularda jamoa bilan samarali ishlash kabi muhim jihatlar bo'yicha nazariy va amaliy bilimlar berildi. Rahbar xodimlarning eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlashda kuzatilayotgan muammo va kamchiliklarga to'xtalib o'tildi. Jumladan, akademiya professor o'qituvchilari hamda psixologlari, agentlikning rahbar hamda inspektorlari tomonidan rahbarlik madaniyati, mas'uliyatli qaror qabul qilish, dunyoning mafkuraviy manzarasi, jamiyatni ma'naviy tahdidlardan asrash muammolari, vaqtni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish, liderlik va samarali ishlaydigan jamoani boshqarish kabi mavzularda ma'ruzalar qilinib, o'zaro fikr almashdilar. Tashkilot rahbarlarining bilim, malaka ko'nikmasini rivojlantirish maqsadida hamkorlikda o'quv seminarlar tashkil etib kelinmoqda. Bugungi o'quv seminarimiz Bulung'ur tumani hokimligi xodimlari hamda tashkilot rahbarlari uchun tashkil etildi. Mazkur o'quv seminaridan ko'zlangan maqsad asosan o'sha rahbar kadrlarimizni bugungi kunda odob axloq qoidalariga rioya etishlari, qolaversa o'sha eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari bugungi kunda qay darajada ekanligi ko'rsatkichlariga erishayotganligi natijalarga va bugungi kun davlat xizmatchisi qay darajada o'sha vazifa funksiyalarini bajarishlari uchun vaqtni to'g'ri taqsimlay olishlari, stressni yenga olishlari, qolaversa o'sha hokimlik xodimlari, tashkilot rahbarlarining bir jamoa bo'lib tumanni o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishlari uchun harakat qilishlari bo'yicha ko'nikmalari, malakalari oshirildi. O'ylaymanki, bu davlat xizmatchilari uchun juda ham samarali bo'ladi va o'z faoliyatlarida foydalanishadi. Mashg'ulotlar interaktiv shaklda, ochiq muloqot, guruh shaklida muhokama va amaliy topshiriqlar asosida olib borildi hamda barchaga birdek manzur bo'ldi deyish mumkin. Sababi, trening mashg'ulotlari so'ngida bu kabi o'quv seminarlarini davriy ravishda tashkil etish borasida takliflar bildirildi. Juda ham qiziqarli o'quv seminari bo'lib o'tdi. Shu sababli bunday o'quv seminarlari ko'proq bo'lishligini xohlab qolamiz, chunki bu yerda psixologik treninglar ham o'tkazildi, stressni yengish, undan qanday chiqib ketish va kelajakda esa ko'proq ish natijadorligiga erishish va unda jamoani ko'proq qo'llab-quvvatlab, jamoaviy natijalarga erishish ko'proq bo'ladi deb o'ylayman.